Assalomu alaykum подписчиклар. Hozir bugun navbatdagi videomiz Cobalt bo'ladi. 2014-yil ishlab chiqarilgan. Absolutno родной mashinamiz. Bolalar ham toza mana. Rasxot yo'q mashinamizda. Xudo qalasa bemalol aloqa chiqaverasizlar. Mana ko'rinishlari. Metallari bor. Chexollar ham qimmat chexollar qo'yilgan, polik nilonlar qo'yilgan. Mashinamiz avtomat korobka 2014-yil do'stlar. Yurgan probega 167 ming yurib turibdi. CC3'lar monitorlar qo'yilgan, ishlab turibdi versa. Konditsioner. Mana ko'rinishlar chotki mashinamiz. Mana do'stlar. Motor tarifini ko'ramiz. Buni 105 ming aytib turibdi, 105 dan chiroyli qaytib beradi. Barter avto kredit, azroq yetar etmasa qarashib ham turadi. Do'stlar, avezlari bor. 4-paketdan. Hem meri o'zing radniki. Bir do'stimiz birini e'lon degan kanal ochibdi do'stlar, shu o'tib bir obuna bo'lib qo'yamiz. Поддержка etaverik. Toza chiqqan ekan, xudo qalasa. Savdo nelarni chiqaradi ko'p. Foydali videolar ko'p chiqarib turibdi do'stimiz Temur degan. Kanalga o'tib obuna bo'lamiz. Mashinamizga kelsak, mashinamiz avtositda turadi do'stlar. Mana avtositga, shu avtositga kelaverasizlar. Hozir bilan obzor etaman. Ikkinchi pozitsiya Euro 2015-yil ishlab chiqqan родной mashinamiz bu. Az obzor etaveraman, xudo uni. Bemalol chiqarsa. Bu ham sotiladi, bu ham sotiladi. Per sotiladi qaror. Dagurgadan berib beraman Nexia 1da. Dagurgadan berib beraman buni ham. Xalasan uni. Yana bir Nexia bor, uni ham Dagurga beraman. Normalniy sostaniyada. Kelaverasizlar. Telefonlar 99 242 0035 raqamga telefon etasizlar. Telegram, WhatsApp bor ekan. Bemalol aloqa chiqaverasizlar. Dan chiroyli qaytib beradi do'stlar. Kelaverasizlar.